"Ya Rasululloh, menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin." Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol: "Laqad sa'alta azima." Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson. Allohga shirk keltirmaysan, namoz o'qiysan, ro'za tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra nima boy odammi, kambag'al odam emasmi? Shuncha aytadilar-ki, ular eng pastkash odam odamlarni sortiga qarab muomala qiladi. Sortiga qarab muomala qilmaylik. Boy bilan boshqacha, kambag'al bilan boshqacha, kuchli bilan boshqacha, kuchsiz bilan boshqacha, mansabi katta bilan boshqacha, mansab pachaq bilan boshqacha. Nimaga unaqa? Nimaga buni ummat shumi ahvol?